Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa bizda dekabr oyini 20-sigacha bo'lgan narxlar va dekabr 20-sidan keyin bo'lgan narxlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa qatlardan joylarimiz qoldi. Narxi necha pul, qanaqa paket, hozir xudo xolasa hammasi to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Xudo xolasa Toshkent shahridan boshlaylik. Xudo xolasa Toshkent shahridan 16, 17, 18, 19 va 20 dekabr sanalariga xudo xolasa Toshkent shahridan Toshkent, Jidda va Toshkent, Madina yo'nalishlarimiz bor. 20 dekabr Toshkent, Madina, ungacha bo'lgan 16, 17, 18, 19 kunlari barchasi Toshkent, Jidda yo'nalishida bo'ladi. Xudo xolasa uni narxi $985. Xo'p, endi vodiyga o'tadigan bo'lsak, 20-gacha qolgan joyimiz faqat Andijondan qoldi. 20 dekabr kuni Andijon Madina yo'nalishida qoldi. Xudo xolasa uni ham narxi $995. Endi Farg'ona shahridan xudo xolasa inshaalloh xudo xolasa Farg'onadan 21 va 22 dekabrga bor. Uni narxi ham $995 qilib belgilaganmiz. Bu Farg'ona, Andijon va Toshkent shahridan qolgan joylarimiz, narxi arzonroq. Xudo xolasa endi inshaalloh xudo xolasa standart paketda bo'ladi bular. 14 kunlik 3 kun Madina va 11 kun Makka shahrini o'z ichiga oladi. Xudo xolasa narxlari 20 dekabrgacha Toshkent va Andijondan, Farg'onadan 21-22 ga joyimiz bor. Bularning narxini aytib o'tdim. Vodiydan $995, poytaxtimiz Toshkentdan xudo xolasa $985 qilib belgilaganmiz. Endi xudo xolasa kelinglar, Toshkentdan 22-dan u tomoniga bo'lgan Farg'ona, Andijon, Namangan va Toshkent to'g'risida gapirib beraman. Narxlar ozgina ko'tariladi. Narxlarni hamma ko'taryapti. Xudo xolasa endi paketlarimiz zo'r, sharoitlari zo'r. Inshaalloh xudo xolasa shunga yarasha narxlarni ham ozgina ko'tarish bo'ladi. Doim aytaman, narxlarda skidka bor, lekin xudo xolasa qilib beramiz. Toshkent shahridan 22, 26, 27, 28 va 29 dekabr sanalariga Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina, Toshkent yo'nalishlarida standart paketimiz 14 kunlik xudo xolasa narxi $1150 qilib belgilangan. Sharoitlari zo'r xudo xolasa. Endi Farg'ona shahridan Farg'ona, Madina yo'nalishi xudo xolasa 29, 30 va 31 dekabr sanalariga Farg'ona, Madina, Farg'ona bor. Yangi yilda o'sha yerda kutib olaman deganlar uchun zo'r taklif bu. Xudo xolasa narxi $1200. Endi xudo xolasa Namangan, Madina, Namangan yo'nalishimiz bor. Xudo xolasa 24, 25 va 26 dekabr sanalariga xudo xolasa $1200 qilib belgilangan. Bularning hammasi standart paket, 14 kunlik xudo xolasa. Sharoitlariga keladigan bo'lsak, xudo xolasa sharoitlari zo'r. Inshaalloh xudo xolasa ekonom paket bas, ekonom paket sotdik. O'tgan videoda ham aytib o'tdim. Ekonom paketda ozgina muammo ko'payib ketdi. Biz u paketlarni to'xtatib, xudo xolasa ziyoratchilar yaxshi ziyorat qilib kelishsin, ko'ngildagidek ibodat qilishsin, pul to'lab borganlariga achinishmasin, afsus qilishmasin degan maqsadda u paketlarni yig'ishtirdik. Xudo xolasa faqat standart paketimiz bor. Aytib o'tdim, Toshkent shahridan 16, 17 va 18, 19gacha Jidda paketimiz, 20 kuni xudo xolasa Toshkent, Madina, narxi $985. Andijondan faqat 20 dekabrga joyimiz qolgan, Andijon, Madina yo'nalishi $995. Farg'onadan 21, 22ga u ham $995 xudo xolasa. Murojaat qilishlaring mumkin. Inshaalloh xudo xolasa sharoitlarimiz yaxshi. 2 mahal Madinada, 3 mahal Makkada o'zbek milliy taomlari. 300 metrdan 500 metrgacha bo'lgan xudo xolasa Madinada mehmonxonalarimiz. Makkada 800 metrda Sama al-Miskdan boshlanib 1 kilometr 800 da Abraj al-Misk mehmonxonamizda to'xtaydi. Ungacha 3 ta mehmonxonamiz bor. Mirasi bor xudo xolasa. Ikkitasi soatni oldi tomonida, Marva tomonda, ya'ni Bobussalom eshigidan kirib kelishdi. Va Abraj al-Miski soatning orqa tomonida Halil Ibrohim ko'chada xudo xolasa. Uni astanovkasi qanaqa bo'ladi deganlar uchun Halil Ibrohim ko'chadan kelib, soatning orqa tomonida astanovka bor. Ashitga to'xtaydi, soat taydan o'tib haramga kirib ketilaveradi. Soat oldi tomonidaglar bo'lsa, G'azzo vokzaliga to'xtaydi. Hozir mana Masjidul Haramning hududi kengaytirilyapti, yangi eshiklar qurildi. Ana o'sha yangi eshiklaridan kirish joyida G'azzo vokzali bor. Xudo xolasa avtobusdan tushgandan keyin 200-250 metr atrofida yurib kiriladi.
Xudo xolasa sharoitlarimiz zo'r, 50 bosh xizmatlarimiz bor, xudo xolasa. Inshaalloh xudo xolasa Qizil dengizi bor. Hamma narsa kiritib qo'yilgan buning ichiga. Ekranda telefon raqamlarini qoldiryapmiz. Xudo xolasa bemalol bizga murojaat qilishlaring mumkin va xudo xolasa Tojikiston fuqarolari uchun doim aytaman, Tojikiston va mana Qirg'iziston fuqarolari bizga xudo xolasa bemalol murojaat qilsalar, Tojikiston fuqarolari bir kun oldin kelishlari, mehmonxona xarajatlarini qoplab beramiz, qolishlari mumkin va ertasiga reysga bemalol chiqib o'tirib uchib ketishlari mumkin. Endi xudo xolasa bizda to'lov ikki xil yo'nalishda. Xohlang bank orqali to'lov qiling, xohlang aeroportda to'lov qiling. Xudo xolasa bu siz ixtiyoringizga qarab o'zimiz aytamiz. Qaysini xohlasangiz shuni qilishingiz mumkin. Xudo xolasa musofirda yurgan, ota-onamni jo'nataman, oila a'zolarimni olib boraman deganlar uchun 20-dekabrgacha ham zo'r paketlarimiz bor. Yangi yilga tuhfa qilaman, xudo xolasa ota-onamga, oilamga sovg'a qilaman deganlar uchun 30-31-dekabrgacha Farg'onadan, 26-gacha xudo xolasa Namanganda va 30-dekabrgacha Toshkent shahridan bor. Bemalol ekrandagi telefon raqamlarini qoldiryapmiz, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlarini har doim aytaman, sifatli va chiroyli qilib bitkazib beramiz. Xudo xolasa borib kelib mamnun bo'lasizlar. Bizdan inshaalloh xudo xolasa yolg'on gapirmaylik, 95% jo'natayotgan odamlar bizdan minnatdor. Rahmat aytib juda ko'pchilik yozadi. Xudoga beadad shukr, qilgan ibodatlarni qabul qilsin o'sha odamlar. Endi boshqalar ham bor. Endi yoqmadi sharoitingiz deydi, qiynaldik deydi. Endi mayli. Hammani o'zini dunyoqarashi, hammani o'zini o'lchovi bor. Xudo xolasa mashaqqatsiz ibodat bo'lmaydi. Inshaalloh xudo xolasa yengillik bo'lsa bo'lyaptiki, bizda hali O'zbekistonda og'ir sharoitlar bo'lgani yo'q. O'zbekistonda yildan yilga yengillik bo'lib boryapti ziyoratchilarga. Xudo xolasa ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilinglar, ishlarni chiroyli va sifatli qilib bitkazib, xudo xolasa sizlar bilan bog'lanib barcha savollaringizga javob beramiz. Hammalaring sog' bo'linglar va albatta salomat bo'linglar.